zulme karşı bu yerde toplandık. Xitay keselinin aldını eliş bahanesi bilen halkımızı öylerge solap, aç koyup, öldürüp, irqi qırğınçılıqның texim bekşi şekilde kullanmakta. Xitayning vatanimizni qilayotgan zulm degan atalg'udan alqib, bizning insonlik şan şerifimiz ve ar-nomusimizning eng oxirgi siziqlaridan malqib ketdi. Haqiqatan biz bu zulmning yiltizning mustaqil bir davlatimizning bo'lmaganligidan ekanligini nihoyat kechikib tanıdık. Her birimiz vatanga qarzdor. Vatandagi qarindoshlarimiz aç qo'yib, o'ldirishga duch kelayotgan bu paytda bir-birimizning aybimiz haqida emas, birligimiz, o'rtoqligimiz haqida to'xtalib, o'xshash bir vatanning muhabbatiga bog'langan beg'imizni hammadan ustun bilib, o'rtoq dinimiz, vatanimiz, tilimiz uchun Xitoy qarshi harakatga Xitoy qarshi birlikda harakat qilish qarzdorimiz. Bugun biz vatanimizda Xitoyning turmush etayotgan, uylarda och qo'yilgan qarindoshlarımızga vakolatan dunyodan insonlik talab qilyapmiz. Avlodlarimiz o'z tug'ilgan vatanda o'z tilida so'zlash huquqidan cheklandi. Ota-onalar o'z bolalarini tarbiyalash huquqidan ayirib etildi. Nurg'un qizlarimiz Xitoylarga to'y qilishga zo'rlandi. Millionlagan farishtalardek qiz-o'g'illarimiz Xitoylarning dastidan nobud bo'ldi. Xitoyga cho'qim badalini to'latish uchun har bir Sharqiy Turkistonlik sistemalik planli holda harakatga otilishimiz kerak. Mustaqil davlat yo'q bir millatning hech qanday huquqi bo'lmaydiganligini ochiq haqiqat va xo'rlik ichida yana bir qitim to'nib yetdik. Bu namoyishimiz Xitoyning inson qalbidan chiqqan bir ofat ekanligini, ularning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini, Patiqinda o'zining bu qonxo'r va zolim tabiati bilan dunyoning boshqa rayonlarga tarqalgan bir dunyoviy ofat ekanligini eskartilgan bir namoyishdir. Bizmo dunyomu shuni o'rtaq tunib yetish kerakki, bir davlat besirilganda barliq zulmning ishki etilgan bo'ladi. Kishilik huquq ko'ngil bo'lganlarga deymizki, Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lmay turib, bu zulm tugamaydi. Biz Turkiya hukumatidan Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va butkul dunyoni Xitoyning tajovuzchilik attabashirasini to'nib yetishga, Xitoyning dunyodagi zo'ravon bo'lish sistikining oldini olishga, Xitoydan kelgan iqtisodiy savdo manfaati uchun insoniyatning vijdonini adolatli sotmaslikka, Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan qirg'inchilik va insonlik krizisiga qarshi o'z mas'uliyatini eng aqalli insoniy burchini ado qilishga chaqiramiz. Biz dunyodan adolat so'raymiz. Xitoy hukumatidan turmudan nohaq nobud qilib o'tgan, och qo'yib o'ldirib o'tgan 100 minglagan qarindoshlarimizning qon qisosini so'raymiz. Aziz xalqimiz, biz barliq insoniy huquqimizning, barliq qadr-qimmatimizning, ona til ma'rifimizning, milliy mavjudligimizning, ilm-fan va texnika iqtisodiy taraqqiyotimizning faqat va faqat davlatimiz Sharqiy Turkistonning mustaqillik amalga oshganda ondan kafolatga ega bo'lganligini, bizga mustaqillikdan boshqa hech qanday bir yo'l yo'q ekanligini to'lib yetishimiz kerak. Biz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizni qariyosh, ayol demasdan siyosiy faoliyatlarga aktiv qatnashishga, Sharqiy Turkiston mustaqilligiga uyushishga, barliqini vatan mustaqilligi uchun fido qilishga tayyor turish chaqiriq qilamiz. Rahmat.